Bismillah, alhamdulillahi robbil alamin. İnşallah bu kelgan joyimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yashil gumbozlari, ana o'sha yerda. Shu yashil gumbozi tagida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq, Umar roziyallohu anhu bitta makonda yotishibdi. Biz inshaalloh ravzaga kiramiz. Ya'ni yerdagi jannat. Uyimdan minbarimgacha jannat bog'chalaridan bir bog'cha. Kimki o'sha yerga kirib 2 rakat nafil namoz o'qisa, jannatga kirib namoz o'qigan bo'ladi. Allohu a'lam, endi qiyomatdan keyin shu yer ko'tariladi, yana jannatga qaytadi deyshadi. O'sha yer dalolat qiladi deyshadi. Allohu a'lam endi. Bizga guvohlik qiladigan makonlarni ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni namoz o'qiydigan. Safarga chiqqanimizda har xil joylarda namoz o'qiymiz. O'sha joydagi yerlar bizga dalolat qilar ekan. Shu yerga kelib namoz o'qigan shu musulmon. Shu yerga kelib 2 rakat nafil o'qigan. Shu yerga kelib farz namoz o'qigan deb dalolat qilar ekan. Shuning uchun namoz o'qiydigan makonlarimizni ko'paytirishimiz kerak ekan. O'ng tarafimizda ko'rib turgan bu qabriston boshdan oxirigacha eng o'rtasi mana shu eshigi jannati Baqiy qabristonda bu yerda Oysha onamiz hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir o'g'illari va juda ham ko'p sahobalar bor. Biz nima qilamiz? Shahidlarni ziyorat qilamiz. Inshaalloh ularga berilgan bu mavqi bizga ham Alloh tarafdan berishini nasib aylasin. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdi. Kelganda salomlashdi. Ana hozir yashil gumbozga qaraylar yashil gumbozga. Ko'rishinglar. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Habibulloh. Assalomu alaykum Abu Bakr Siddiq. Assalomu alaykum Umar roziyallohu anhu. Biz keldik, ummatlaringiz keldi. Inshaalloh Allohning izniyle sizni shafoatlaringizga munosib ummat bo'lishni Allohim nasib aylasin deb duolar qilinglar.